mana Shamol bobo bilan birga Farg'onaga, Farg'ona Temuriylar maktabiga qarab ketyapmiz. Shamol bo'lib ketyapti. Mehmonlar, Valjon akamiz juda ham ko'p tadbirlarimizda faol qatnashib, vaqtlarini ayamasdan kelib, doimo 3-4 yildan beri qatnashadilar. Mana shu inobatga olib, hurmatli mudofaa vazirimiz tomonidan berilgan esdalik nishon Valjon aka ham berilgan. Marhamat, qabul qilib olasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Omon bo'linglar.